Yo, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan doimgidek Lord X Prime. Короче, bugun do'stlar almasga bo'lmasa ham kichkina bitta open case qilamiz. Bu yangi SKS'ni tushirib olamiz do'stlar. Xo'p, bo'lmasa bizga bu uchun birinchi bo'lib chiptalarni ko'paytirib olishimiz kerak. Mana yoqda birinchi obmen qilamiz chiptalarni. Yo-mayo, bu yoqda chipta yo'q ekan obmenga. Mayli, nubiga aylantiramiz. O'zi do'stlar birinchida bittali paketga tashaveramiz. Tak bu menda bor. Salta qilaylik. Mayli, bitta pulga qo'ramiz. 10 tali bossi уже tushish kerak. Bu tam nimadir tushdi. Yaxshigina ishlab oldim lekin. Qizil obmen. Yaxshi. Bo'lmasa yana 5 ta qopti garantiyaga. Yana bitta qilamiz. Garantiya olaylik. 10 talik qilamiz yana. Asli 40 ming tiyinlik qarashdi. Tushiramiz-da shuni. Shu 40 ming oxiriga yetguncha paketga bosaveramiz. Do'stlar, mana tushdi. Garantiya bilan bo'lsa ham tushdi. Atak chiroyli skin ekan. Chaqmoqchalari. Okey, taqib qo'ydik yana. Endi do'stlar, mana bu kasani tushirishimiz kerak. Bu kasa ham atak juda zo'r narsa-da. Bu qaranglar, cho'tki. O'tgan safar keluvdi bu. Mana bu, mana. Qayishtirma. Qachondir kelganda bu. Kim olmaganman hali. Mana bu kollaboratsiyani tushirishim kerak. Mana bu parafelni ham tushirib olish kerak bo'ladi. Короче, shuni hammasini tushirib olamiz. Bittamizda 10 tali ketdi yana. Yaxshi. Okey. Yana 10 tali ketdi, bolalar 10 tali. Mana shunchasi permanentli bo'ldi do'stlar. Yo'q-mayo rahmat. Bu ham bir vaqtlar glavniy bo'lgan do'stlar, glavniy bo'lgan bu M24. Okey. Xo'p, biz taqib qo'yishimiz kerak mana. Mana uni taqamiz. Keyin mana parfalni taqamiz do'stlar. Keyin mana uni ham taqamiz. Bo'ldi. Okey. Давай. Zal kasa tushishimiz kerak. Garena biza kasa ber. Qayta beraverdi Garena. Boyaga tushirgan SKSni bolalar. Yaxshi. Okey. Bizda 4000 pulimiz qoldi do'stlar. Mayli, 4 marta tapga qilamiz buni. Oxirgisi. Yaxshi do'stlar, mana shunchasi oldik. Ana endi mana do'konga kirib olib, mana yerdan bitta narsa olamiz. Mana u kalla g'alatiroq ekan. Mana yaxshi narsa.
Ну atak normalniy menga uncha yoqmayapti-da. İşte uni yaxshi ekan. Mana qiz bola kiyimni olamiz do'stlar. Atak bu ham yaxshi, zo'r. Давай shuni apnel qilamiz. Tamam, ana oldu. Personajni qiz bola qilamiz, ana tik ko'ramiz. Xo'sh. Bu muz. Okey, mana do'stlar. Bak. Четкий, мощный bo'lmadi-yu atak. Normalniy deydi-ku. Qaysi biri tushyapti bolalar? Oyoqni menga yoqmayapti. Mana shu krossovka ham qo'ying. Mana buni qo'ying. Buni qo'yib yuboraylik-da. Atak bu normal. Let's play a little game, shall we? Do'stlar, kim shu emotsiyani oldi do'stlar? Misol uchun o'zi bu emotsiya 14 kunga kelgan edi. Men bo'lsam o'sha 7 kun kecha emas, shu kun ertalab oldim-da buni. O'sha qiruvchda papitka qilibman. Skatlar ham ko'payib ketgan. O'sha hayvonlari ko'p. Atak do'stlar, bu ham yaxshi hisob ekan. Keyin bitta narsani unutmanglar bolalar, mana bu yog'idagi emotsiyani olganinglardan keyin bu eventni to'xtatib qo'ymang. Mana yog'ida ham bitta event bor. Bu yoqda 17 ta 23 xildagi hayvonlarni ochsak, bizaga mana buni bunaqa ovoz beradi. You can't stop the tide. Uncha tushunmadim gapiga. To'xtama, charcha. Nimadir deyaptilar. Yo, do'stlar, bo'lmasa hammanglarga sog'liq tilayman. Do'stlar, bitta podpiska bilan like bosib, sizga oson-ku. Bitta bosib qo'ying shuni endi. Rahmat, joningiz sog'